أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaykum savoqdoshlar. Biz bugun al-usul min ilm al-usul degan darsimizning davomini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda kalamning ichidagi haqiqat va majaz degan mushtimga kelib to'xtagan. Biz mush yerdan boshlaymiz. Unda bo'lsa darsga diqqat qilinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Al-haqiqa val majaz. Biz haqiqat va majaz degan gapni balog'at darsligimizda so'zlab o'tib bo'lgan. Endi biz usul fiqhga aloqador bo'lgan mushu mazmun. Şu bir yerda qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. Haqiqat degan nima, majaz degan nima? Ya'ni arab tilida ba'zi so'zlar haqiqat bo'ladi, ba'zi so'zlar majaz bo'ladi. Masalan, yo'lvoz keldi desam, rasmiy yirtqich hayvondan birisi kelgan bo'lsa, men bu yerda haqiqat ma'nosini iroda qilgan bo'laman. Agar undaq yirtqich hayvon emas, kuchli bir odam kelgan bo'lsa, men yo'lvoz keldi deb kuchli bir odamni maqsad qilgan bo'lsam, bu yerda men bu so'zdan majazni, ya'ni ko'ch ma'nosini maqsad qilgan bo'laman. Demak, biz bu nuqtadan qaragan vaqtimizda haqiqat deganimiz bir so'zning asli ma'nosi nima bo'ldi? Haqiqat bo'ladi. Majaz degancha bir so'zning asli ma'nosini boshqa bir ko'ch ma'noga ishlatilinishi bu majaz bo'ldi. Masalan, davlat ko'zlarini shaharga yeyayotgan desam, ko'zlari deganda bo'lgan maqsad nima? Ya'ni istixborot. Ama bu yerdagi ko'z degancha haqiqat ma'nosi nima? Ko'z shundaymi? Ama bu yerda biz bu ko'z degan gapni ko'ch ma'noda qana qilgan ishlatgan. Endi kitobimizga qaraydigan bo'lsak, deydi: "Va yanqasimul kalam min haythul isti'mal ila haqiqa va majaz." Kalam, ya'ni bir jumla ishiltish jihatdan haqiqat va majaz deb ikki turga bo'linadi. Birinchisi al-haqiqa al-lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu. O bir lafziki ishlatilgan, o lafzi qo'yilgan narsaga. Va lafzul musta'mal o ishlatilgan bir lafziki fima wudi'a lahu. Uning uchun qo'yilgan narsaga, ya'ni asli ma'nosiga qana qilingan ishlatilgan bir lafzi. Masalan, asadun degan so'zga o'xshash. Buni nima maqsad qilsak, la hayvanul muftaris. Yirtqich bir hayvonga maqsad qilib asad desak, bu haqiqat bir so'z bo'lgan bo'ladi. Agar men yirtqich hayvonni maqsad qilmas, kuchli odamni maqsad qilsam-chi, botur, qaysar odamni maqsad qilib asad desam-chi, bu vaqtda bu majaz ma'nosi bo'ldi. Endi ma ta'rifdagi lafzlarni bir tahlil qilib chiqamiz. Al-lafzul musta'mal degandiki, musta'mal degan so'z bilan chiqib ketdi, muhmal chiqib ketdi deydi. Ya'ni haqiqat degan nima desa, bir ishlatiladigan lafzi, o'z ma'nosi uchun qo'yilgan, ishlatilgan bir lafzi. İşletilmeydiğin bir lafz olması ba. Yani o ne atıldı? Muhmal deb atıldı. Muhmal. Bazı bir sözcükler o qat'ına qılınmaydı, qat'i işletilmeydi. O fela yusamma hakikaten ve la mecazan. Şunun için o hakikat ve mecaz deb atılmaydı. Ve kharaca bi qawlina fima wudi'a lahu. Fima wudi'a lahu degan bu sözlerin chiqib ketdi, mecaz chiqib ketdi deydi. Yani öz asli ma'nosiga degan gap, fima wudi'a lahu degan gap, o lafzi qo'yilgan narsada degan gap, ya'ni asli ma'nosida ishlatilgan lafzi. Bunda desak, nima chiqib ketadi? Majaz chiqib ketadi. Demak, haqiqat degan nima ekan? Bir so'zning yoki bir jumlaningki asli ma'nosida ishlatilinishi bu haqiqat bo'ladi. Bu nuqtadan haqiqat 3 turga bo'linadi. Endi haqiqat 3 turga bo'linadi. Birinchisi haqiqat lug'viyya, ya'ni tildagi haqiqat bo'lgan so'z, haqiqat shar'iyya, shariatdagi haqiqiy so'z, haqiqat urfiyya, urf odatdagi, ya'ni urfdagi haqiqiy deb 3 turga bo'linadi. Masalan, tildagi haqiqiy bo'lgan bir so'z deb aytsak, masalan, salat degan so'z tilshunoslarningki kitobida yoki so'zda kelib qolsa, undan maqsad nima deymiz? Duo deymiz. Chunki salat degandan-ki lug'at jihati asli ma'nosi nima? Haqiqiy ma'nosi duo degan gap. Ammo salat shariat ahlininki, ya'ni diniy olimlarningki so'zlarida yoki kitoblarda kelib qolsa, buni nima deymiz? Namoz deymiz. Nima uchun duo demaymiz? Chunki buning shariatdagi haqiqiy ma'nosi nima? Namoz deymiz. Demak, bu nuqtadan haqiqatni qancha turga bo'linadi? 3 turga bo'linadi. Shunga deydi: "Va tanqasimul haqiqa ila thalathati aqsam." Haqiqat 3 turga bo'linadi, ya'ni 3 qismga bo'linadi. Birincisi lug'viyya, ikincisi shar'iyya, üçüncüsü urfiyya.
Ana lug'aviyya degan nima desa, o'xshashlama, haqiqat degan nima edi? Asli ma'nosida ishlatilgan so'z. Unda o'zi lug'aviy bo'lgan haqiqatchi lug'atdagi asli ma'nosida ishlatilgan so'z. Shunga deydi, al-lug'aviyya hiya al-lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fi al-lugha. O tilda uning uchun quyilgan narsada ishlatilgan lafzi. Ya'ni bir lafzi tilda nima uchun quyilgan bo'lsa, nimani bildirgan bo'lsa, shu ma'noni bildirgan bo'lsa, bu haqiqat lug'aviyya bo'ladi. Fakharaja biqawlina fil lugha. Endi fil lugha degan so'zimiz bilan, ya'ni tilda uning uchun quyilgan narsada ishlatilgan lafzi dedik shundaqmi? O'sha yerdagi tilda degan gap bilan shar'iy haqiqat va urfiy haqiqat chiqib ketadi. Ya'ni bir so'z tilshunoslarning so'zida, masalan, salat degan bir so'z kelgan bo'lsa, biz buni duo deymiz, namoz demaymiz. Ya'ni shariat qanaq ketadi? Shar'iy bo'lgan haqiqiy ma'nosi chiqib ketadi. Chunki bu tilshunoslarning so'zda keldi deymiz. Ya'ni fil lugha degan so'zdan shar'iy haqiqat va urfiy bo'lgan haqiqat ma'nosi chiqib ketadi. Misalu zalik, shuning misoli as-salat, namoz. Fa inna haqiqataha al-lughawiyya ad-du'a. Chunki uning haqiqiy bu lug'at ma'nosi duo. Fa tuhmalu alayhi fi kalam ahli al-lugha. Ashunga hamla qilinadi. Ya'ni duo degan ma'nosiga hamla qilinadi bu namoz degan so'z nada fi kalam ahli al-lugha. Tilshunoslarning so'zida. Ya'ni tilshunoslarning so'ziga kelib qolsa, buning haqiqiy ma'nosi salatning bo'ldi, duo bo'ladi. Endi haqiqa shar'iyya degancha haqiqa shar'iyya hiya al-lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fi ash-shar'. Ya'ni shariatda uning uchun quyilgan narsada ishlatilgan lafzi. Ya'ni bir so'z shariatda nimani bildirib bergan bo'lsa, buning shu ma'nosi uning haqiqiy shariat ma'nosi bo'ldi. Masalan, buning misolini o'xshashlar namoz. Masalan, salat degan so'zni biz tilshunoslarning so'ziga kelib qolsak nima deymiz? Duo deymiz. Chunki uningki lug'aviy bo'lgan haqiqiy ma'nosi duo degan gap. Shariat ahlining so'zga kirib qolsaqchi namoz deymiz. Chunki shariatdagi haqiqiy ma'nosi salatningki namoz degan gap. Fa kharaja bi qawlina fi ash-shar'. Shar' degan so'zimizdan chiqib ketdi haqiqatul lug'aviyya va urfiyya va lug'aviy bo'lgan va urfiy bo'lgan haqiqiy ma'nolarcha chiqib ketdi. Ya'ni bir so'z inki shar'iy haqiqiy ma'nosi desak, uningdan lug'aviy ma'nosini maqsad qilmaymiz, urfiy ma'nosini maqsad qilmaymiz. Uning misoli namoz. Fa inna haqiqataha shar'iyya. Chunki namozning haqiqiy ma'nosi al-aqwal wal af'al al-ma'luma al-muftatiha bit-takbir al-mukhtatima bit-taslim. Chunki u namozning shar'iy haqiqiy ma'nosi salom bilan oxirlashadigan, takbir bilan boshlanadigan ma'lum fe'l va so'zlarni ko'rsatadi. Ya'ni biz hammamiz biladigan Allohu akbar deb boshlaydigan, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb ikki tarafga salom berishdan oyoqlashadigan, ishida ma'lum, ya'ni bekitilgan muayyan harakat va so'zlar bo'lgan bir harakat qana qildi, ko'z oldimizga keladi. Bu namoz. Ya'ni uning shar'iy haqiqiy ma'nosi nima? Namoz. Fatuhmalu fi kalam ahli shar' ala dalik. Ya'ni salat degan so'z shu salat ma'nosiga hamla qilinadi. Nada? Fi kalam ahli shar' ala dalik. Ya'ni shariat ahlininki so'zida shuningga, ya'ni namoz degan ma'nosiga hamla qilinadi deydi. An uchinchi qism bo'lgan al-haqiqatul urfiyya. Urfiy haqiqiy ma'nosi qaysi? Desa, ya al-lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fil 'urf. O bir lafziningki urfda uning uchun quyilgan narsada ishlatilgan bir lafzi. Ya'ni urfda uning uchun quyilgan narsada ishlatilgan lafzi. Ya'ni bir so'z urf odatda nimani ifodalagan bo'lsa, biz uni urf odatdagi ma'nosini o'qimoqchi bo'lsak, haqiqiy ma'nosini o'qimoqchi bo'lsak, uni urf odatdagi ma'nosiga qaraymiz. Masalan, arablarda shundaqkin ad-dabba. Ad-dabba. Dabba degan gap chorpay hayvon degan gap. Fa inna haqiqatul urfiyya, ya'ni urfiy bo'lgan haqiqiy ma'nosi to'rt putliq hayvonni ko'rsatadi. Shuningga hamla qilinadi bu dabba urf ahlininki kalamida. Masalan, bu masala keltirishda dabba ba'zi qabilalarning tilida eshakni ham ko'rsatadi. Eshakni. Ammo urfda umumimizning qaysini ko'rsatadi? To'rt putliq hayvonlarning hammasini dabba deydi. Masalan, bizning Uyg'ur tilimizda masalan ma'lum yurtni, masalan men yashagan yurtni aytsam, osh desa lag'manni ko'rsatadi. Masalan, oshni kelib oshdan bir qacha deb buyurdim.
Açdım bir qacha deb buyurdim. Nima qildi menga? Bevosita lag'man keldi. Demak, osh degandan ki urfiy bo'lgan haqiqiy ma'nosini bo'ldi bu yerda lag'man bo'ladi. Shunga qo'shgan. Endi bu haqiqatni uchtirga bunday bo'lgandan nimaga foydasi bor? Wa faidatu ma'rifatu taqsim al-haqiqa ila thalathati aqsam. Haqiqatni 3 qismga bo'lishning foydasi an nahmila kulla lafzin ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdi'i istimalihi. Har bir lafzini işletken o'rnida haqiqiy ma'nosiga hamla qilish. Ya'ni har bir lafzini ishlatgan o'rnida haqiqiy ma'nosiga hamla qilish. Ya'ni bir so'z nada ishlatilgan bo'lsa, shuning qarab turib asli ma'nosini berish. Masalan, salat tilshunoslar ishlatgan bo'lsa, ha buningdan duo maqsad deymiz. Haqiqiy ma'nosi duo deymiz. Shariat ahli ishlatgan bo'lsa, buningdan namoz maqsad deymiz. Demak, har bir so'zning asli ma'nosi qanaqa bo'ladi? Belgili bo'ladi. فيحمل في استعمال أهل اللغة الحقيقة اللغوية. لغة شناسlarning ishlatilishida lug'aviy bo'lgan haqiqat ma'nosiga hamla qilinadi. Shariatning iste'molida haqiqiy shar'iy haqiqat ma'nosiga hamla qilinadi. Urf ahlining iste'molida urfiy haqiqiy ma'nosiga hamla qilinadi. Demak, haqiqatga aloqador bo'lgan mazmun mush yerda oxirlashdi. Endi biz mejaz haqida to'xtalamiz. Mejazni o'qiyapmizmi yoki kelarki soatda o'qiymizmi? Mejazni biz kelarki soatda o'qiylik. Unda bo'lsa oqlashlar, kelarki soatlik darsimizga ko'rishaylik. Assalomu alaykum.